Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentining Qashqadaryo viloyat boshqarmasi va uning hududiy bo'limlari tomonidan alkogol va tamaki mahsulotlarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish borasida tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Hozir ana shu tadbirlardan biri haqida so'z boradi. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Qashqadaryo viloyat boshqarmasi va uning hududiy bo'limlari tomonidan alkogol va tamaki mahsulotlarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish borasida tezkor tadbirlar o'tkazildi. Departamentning Muborak tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Kasbi tumanidagi mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli savdo do'koni sotuvchisi xaridorga 180 dona iste'molga yaroqsiz va qalbaki aksiz markali alkogol mahsulotlarini qonunga xilof ravishda sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Savdo do'koni ko'zdan kechirilganda esa turli nomdagi va turli hajmdagi iste'molga yaroqsiz hamda qalbaki aksiz markali alkogol mahsulotlari sotuvga qo'yilganligi aniqlanib, do'kondan jami 450 dona alkogol mahsulotlari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilyapti. O'z nafsi yo'lida kerak bo'lsa inson salomatligi va hayotiga xavf tug'diruvchi mahsulotlarni sotishdan ham tap tortmaydigan bunday kimsalar albatta qonuniy jazosini oladi. Ijodiy jamoamiz bilan sizga yetkazmoqchi bo'lgan muhim xabar va yangiliklar tafsiloti ana shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Dasturimizni sport xabarlari yakunlaydi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.